Bugun men pensiya olayotgan yoki yaqinlari pensiyada bo'lgan har bir odam uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap oddiy bir yozuv, ya'ni pensiya jamg'armasiga yoziladigan ariza haqida ketadi. Ko'pchilik pensionerlar shuni bilmagani uchun yillar davomida o'ziga tegishli bo'lgan pulni ola olmay yuradi. Ba'zi holatlarda shu ariza pensiyani oyiga 500 ming so'mga, 20 million so'mga, ayrim murakkab holatlarda esa 3 million so'mgacha oshirishga sabab bo'lishi mumkin. Men darhol ogohlantirib qo'yaman. Bu hamma pensionerning pensiyasi avtomatik 3 million so'mga oshadi degani emas. Bu yolg'on bo'ladi. Lekin agar sizning ish stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lsa, ish haqingiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, arxivdagi hujjatlaringiz pensiya ishiga qo'shilmagan bo'lsa yoki imtiyozli davrlaringiz hisobga olinmagan bo'lsa, siz albatta qayta hisob-kitob talab qilish huquqiga egasiz. Shu huquqni bilmaslik eng katta muammo. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu ma'lumot sizga. Ota-onangizga, buvingizga, bobongizga yoki qo'shningizga real pul olib kelishi mumkin. Men amaliyotda ko'p uchratadigan holat shuki, odam pensiyaga chiqqanida unga pensiya jamg'armasi tomonidan hisob-kitob qilinadi. Bir miqdor belgilanadi va odam shuni yakuniy haqiqat deb qabul qiladi. Davlat shunday hisoblabdi, demak to'g'ridir deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisoblashda asosiy masala hujjatlarda. Hujjat to'liq bo'lmasa, staj ko'rinmasa, ish haqi haqidagi ma'lumot topilmasa, kompyuter bazasida noto'g'ri raqam turgan bo'lsa, pensiya ham past chiqadi. Avvallari ko'p ma'lumotlar qog'oz mehnat daftarchasida, korxona arxivlarida, tuman arxivlarida yoki sobiq tashkilotlarning hujjatlarida turardi. Korxona yopilgan bo'lishi mumkin, nomi o'zgargan bo'lishi mumkin, hujjatlar bosh arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Pensioner esa buni bilmaydi. U faqat mehnat daftarchasini beradi. Pensiya jamg'armasi mavjud hujjatlar asosida hisoblaydi. Agar biror davr tasdiqlanmasa, u davr pensiyaga kirmay qolishi mumkin. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Elektron bazalar, davlat xizmatlari, arxiv so'rovlari, ish haqi ma'lumotlarini qayta tekshirish imkoniyati kengaydi. Eng muhimi, pensioner pensiyasini qayta hisoblashni talab qilib ariza berishi mumkin. Mana shu ariza ko'pchilik bilmaydigan, lekin juda muhim yozuvdir. Arizada odam shunchaki pensiyamni oshirib bering demaydi. U aniq talab qiladi. Mening ish stajim, ish haqim, imtiyozli davrlarim, arxiv hujjatlarim qayta tekshirilsin va pensiyam qonuniy tartibda qayta hisoblab chiqilsin. Men buni yashirishmoqda deganda shuni nazarda tutaman. Ko'pchilikka bu huquq oddiy va tushunarli qilib aytilmaydi. Hech kim uyma-uy yurib, sizning pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin, keling tekshirib beramiz demaydi. Pensioner o'zi qiziqmasa, o'zi ariza bermasa, o'zi hujjat izlamasa, masala yillar davomida joyida qoladi. Endi men sizga kimlar albatta xavotirlanishi kerakligini, kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda mehnat daftarchasida uzoq yillik ish staji bo'lsa ham, pensiyasi juda past chiqqan odamlarga tekshirtirish kerak. Masalan, bir ayol 32 yil ishlagan, lekin pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida. U maktabda ishlagan, bog'chada ishlagan. Keyin tibbiyot muassasasida texnik xodim bo'lgan. Mehnat daftarchasida yozuvlar bor, lekin ayrim yillarda muhnoaniq, tashkilot nomi o'zgargan, ish haqi ma'lumotlari topilmagan. Natijada unga minimalga yaqin pensiya tayinlangan. Agar u arxivdan ish haqi va stajni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib qayta hisoblash uchun ariza bersa, pensiyasi sezilarli oshishi mumkin. Ikkinchi guruh yuqori maosh olgan, lekin pensiyasi oddiy ishchi bilan deyarli bir xil chiqqan odamlar. Masalan, erkak kishi zavodda 25 yil usta bo'lib ishlagan, oxirgi yillarda yaxshi maosh olgan, mukofotlar olgan, lekin pensiyasi 1 million 800 ming so'm bo'lgan. Tekshirilganda ma'lum bo'ladiki, hisob-kitobda uning eng yaxshi ish haqi davrlari emas, pastroq maosh olgan davrlari olingan yoki ish haqi ma'lumotnomasi to'liq berilmagan. Qayta hisoblashda o'sha yuqori maosh davrlari tasdiqlansa, pensiya ko'tarilishi mumkin. Uchinchi guruh mehnat daftarchasida tanaffuslar ko'rinadigan, lekin aslida ishlagan davrlari bor odamlar. Masalan, 1990 yillarda ko'p korxonalar nomini o'zgartirgan, xususiylashgan, yopilgan. Odam bir joyda ishlagan, lekin hujjatda bir necha oy yoki bir necha yil bo'shlik paydo bo'lgan. Ba'zan bu bo'shlik pensionerning aybi emas. Korxona hujjatlari noto'g'ri yuritilgani sababli bo'lgan. Agar arxivdan buyruq nusxalari, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi ma'lumotlar topilsa,
Bu davrlar stajga qo'shiladi. 4-guruh farzand parvarishi, harbiy xizmat, o'qish yoki boshqa qonunda ko'rsatilgan davrlar hisobga olinmagan odamlar. Men bu yerda juda ehtiyotkor gapiraman. Chunki har bir davrning hisobga olinishi qonundagi aniq shartlarga bog'liq. Lekin odam bu davrlar umuman tekshirilmaganini ko'rsa, ariza bilan murojaat qilish kerak. Masalan, ayol kishi bir nechta farzand tarbiyalagan, ayrim davrlar mehnat stajiga qo'shilishi mumkin bo'lgan. Lekin hujjat topshirilmagani uchun hisobga olinmagan. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, ish joyi ma'lumotlari bilan qayta tekshiruv talab qilish mumkin. 5-guruh zararli. Og'ir yoki imtiyozli sharoitlarda ishlaganlar. Masalan, kon, metallurgiya, kimyo sanoati, ayrim tibbiy va pedagogik yo'nalishlarda ishlagan odamlar bor. Bunday joylarda ishlagan davrlar oddiy ish stajidan farqli tartibda baholanishi mumkin. Lekin bu avtomatik emas. Lavozim nomi, ish joyining ro'yxatga kirishi, buyruqlar, mehnat sharoiti haqidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar bu hujjatlar pensiya ishga kiritilmagan bo'lsa, odam o'ziga tegishli imtiyozdan foydalana olmay qoladi. Endi aniq raqamli misollar orqali tushuntiraman. Tasavvur qiling, Hasan aka 30 yil ishlagan. Pensiyaga chiqqanda unga 1.600.000 so'm tayinlangan. U hech narsa demagan, 4 yil shu pensiyani olib yurgan. Keyin farzandi mehnat daftarchasini ko'rib, 7 yillik davr hisobga olinmaganini sezgan. Sababi o'sha korxona yopilgan va arxiv ma'lumoti olinmagan. Hasan aka pensiya jamg'armasiga ariza yozadi, arxivdan ma'lumotnoma so'raydi. Ish haqi bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlarni topadi. Qayta hisob kitobdan keyin pensiyasi 2.400.000 so'mga chiqadi. Bu o'yga 800.000 so'm farq. Bir yilda 9.600.000 so'm degani. Yana bir misol. Malika opa 35 yil ishlagan. Lekin pensiyasi 2.500.000 so'm bo'lgan. U o'qituvchi bo'lgan. Keyin maktab direktori o'rinbosari bo'lib ishlagan. Maoshi yuqoriroq bo'lgan. Lekin pensiya hisobida aynan yuqori ish haqi davrlari emas, pastroq davrlar aks etgan. U ariza yozib ish haqi ma'lumotlarini qayta kiritishni so'ragan. Arxivdan oylik maosh, ustama va qo'shimcha to'lovlar haqida ma'lumotlar topilgan. Natijada pensiya 2.900.000 so'mga yaqinlashgan. Farq 1.400.000 so'm. Bu pensioner uchun juda katta pul. 3-misolni ham olaylik. Sobir aka zararli ishlab chiqarishda ishlagan. Pensiyasi oddiy tartibda hisoblangan. U hech qachon imtiyozli staj bo'yicha murojaat qilmagan. Keyin eski hamkasblari pensiyasi undan ancha yuqori ekanini aytgan. Sobir aka ariza yozgan. Korxona arxividan lavozimi va ish sharoiti tasdiqlangan. Qayta hisobdan keyin pensiyasi 2 million so'mdan 4.800.000 so'mgacha oshgan. Mana shunday holatlarda odamlar o'yiga 3 million so'mgacha oshishi mumkin degan gapni eshitadi. Lekin yana takrorlayman, bu faqat hujjatlar, staj va ish haqi bunga asos bersagina bo'ladi. Kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga chiqishda barcha hujjatlarni to'liq topshirgan bo'lsangiz, elektron bazada ish stajingiz to'liq ko'rinib tursa, ish haqi ma'lumotlari to'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasidan hisob kitob varaqasini olib tekshirgan bo'lsangiz va hech qanday tushunarsiz bo'shliq bo'lmasa, unda keskin ochish kutish shart emas. Lekin baribir tekshirtirish zarar qilmaydi. Chunki ba'zan xatoni oddiy odam emas, mutaxassis ko'radi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, ariza berishning o'zi pensiya oshadi degani emas. Ariza tekshiruvni boshlaydi. Pensiya oshishi uchun asos bo'ladigan hujjat kerak. Shuning uchun men ariza berdim. Ertaga 3 million qo'shilishi kerak deb o'ylash noto'g'ri. Davlat organi siz aytgan davrlarni hujjat bilan tekshiradi. Agar tasdiqlansa, qayta hisoblaydi. Tasdiqlanmasa, rad javobi berishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, hamma ish haqi ham pensiyaga ta'sir qilavermaydi. Qonunda pensiya hisoblash uchun qaysi daromadlar olinishi, qaysi to'lovlar hisobga kiritilishi, qaysilari kiritilmasligi bo'yicha tartib bor. Masalan, bir martalik yordam pullari, ayrim kompensatsiyalar yoki hujjatda boshqa toifa sifatida ko'rsatilgan to'lovlar pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. Shuning uchun ish haqi ma'lumotnomasi aniq va to'g'ri shaklida bo'lishi kerak. Uchinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuv yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Agar yozuvda sana noto'g'ri bo'lsa, muhr o'qilmasa, lavozim nomi tushunarsiz bo'lsa yoki buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, qo'shimcha arxiv hujjati talab qilinadi. Ko'pchilik shu yerda to'xtab qoladi. Mehnat daftarchamda bor-ku deydi. Ha, bor.
Lekin davlat organi uni to'liq tasdiqlangan deb qabul qilish uchun yozuv qonuniy va aniq bo'lishi kerak. 4-nozik jihat, korxona yopilgan bo'lsa ham hujjat yo'q bo'lib ketgan degani emas. Ko'p hollarda hujjatlar tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'ladi. Ba'zan korxonaning huquqiy vorisi bo'ladi. Ba'zan tashkilot nomi 3-4 marta o'zgargan bo'ladi. Shuning uchun izlash kerak. Men pensionerlarga har doim shuni aytaman. Topilmadi degan birinchi javob yakuniy haqiqat emas. Qaysi arxivdan so'raldi, qaysi nom bilan so'raldi, qaysi yillar bo'yicha so'raldi. Shuni tekshirish kerak. 5-nozik jihat, og'zaki javobga ishonib qolmang. Siz pensiya jamg'armasiga borganingizda ba'zan xodim sizga foydasi yo'q, oshmaydi, kerak emas deb og'zaki aytishi mumkin. Men xodimlarni yomonlamoqchi emasman. Ular ham katta ish hajmi bilan ishlaydi. Lekin fuqaro sifatida siz yozma ariza berishga haqlisiz. Yozma arizaga yozma javob berilishi kerak. Yozma javob bo'lsa, keyin uni tushunish. E'tiroz bildirish yoki yuqori tashkilotga murojaat qilish mumkin bo'ladi. 6-nozik jihat. Qayta hisoblash faqat oldinga ishlashi yoki ayrim holatlarda murojaat sanasidan boshlab qo'llanishi mumkin. Bu masalada aniq holatga qaraladi. Shuning uchun yillar davomida kutish yaxshi emas. Agar siz bugun shubha qilsangiz, bugun harakat boshlang. Har oy kechiksangiz, ehtimoliy farqdan yana bir oy yo'qotasiz. 7-nozik jihat. Boshqa odamning natijasi sizga kafolat emas. Qo'shningizning pensiyasi 2 millionga oshgan bo'lsa, sizni kam shuncha oshadi degani emas. Chunki har bir odamning staji, maoshi, lavozimi, hujjatlari, imtiyozlari boshqa. Lekin qo'shningizdagi holat sizga signal bo'lishi mumkin. Demak, tekshirtirish kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Sizda mehnat daftarchasi nusxasi, pensiya guvohnomasi, pasport yoki ID karta, ish haqi ma'lumotnomalari, diplom, harbiy bilet, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Agar zararli yoki imtiyozli ishda ishlagan bo'lsangiz, lavozim, bo'lim, sex ishlab chiqarish turi haqidagi hujjatlarni ham izlang. Ikkinchi qadam, hozirgi pensiyangiz qanday hisoblanganini bilib oling. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga boring va pensiya hisob kitobingiz bilan tanishishni so'rang. Qaysi yillar stajga kiritilgan, qaysi ish haqi davrlari olingan, qaysi davrlar rad etilgan yoki hisobga olinmagan. Shuni bilmasdan turib to'g'ri harakat qilib bo'lmaydi. 3-qadam, bo'shliqlarni toping. Mehnat daftarchangizni bir varaq qog'ozga ko'chirib chiqing. Qaysi sanada qayerga ishga kirgansiz, qaysi sanada chiqqansiz, lavozimingiz nima bo'lgan. Keyin pensiya hisobidagi staj bilan solishtiring. Agar siz 1985 yildan 1990 yilgacha ishlaganman desangiz, lekin hisobda faqat 1985 yildan 1990 yilgacha ko'rinsa, demak 3 yil yo'qolgan. Ana shu yo'qolgan yillar pensiyani oshirishi mumkin. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar korxona ishlamayotgan bo'lsa, tuman davlat arxivi, viloyat arxivi yoki tashkilotning huquqiy vorisidan ma'lumot so'rang. So'rovda ism, familiyangizni, tug'ilgan yilingizni, ishlagan tashkilotingiz nomini, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni yozing. Agar tashkilot nomi eski davrda boshqacha bo'lgan bo'lsa, eski nomini ham yozing. Maqsadni aniq ko'rsating. Pensiyani qayta hisoblash uchun ish staji va ish haqi haqida ma'lumotnoma kerak. 5-qadam, pensiya jamg'armasiga ariza yozing. Arizada quyidagicha mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiyamni tayinlashda ish stajim va ish haqim to'liq hisobga olingan, olinmaganini qayta tekshirishingizni, taqdim etilayotgan arxiv ma'lumotnomalari asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Agar aniq davrni bilsangiz, uni yozing. 1931 yildan 1933 yilgacha bo'lgan davr stajimga kiritilmagan deb hisoblayman yoki 2025 yillardagi yuqori ish haqi ma'lumotlarim hisobga olinmagan. 6-qadam. Arizani albatta ro'yxatdan o'tkazing. Og'zaki topshirib ketmang. Agar bo'limga borsangiz, arizangizning 2-nusxasiga qabul qilingan sana, kirim raqami va mas'ul shaxs belgisi qo'yilishini so'rang. Agar elektron davlat xizmatlari orqali yuborsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Bu keyinchalik juda muhim bo'ladi. 7-qadam, javobni kuting va tahlil qiling. Agar pensiya oshirilsa, hisob kitobni so'rang. Qaysi davr qo'shildi? Qancha farq chiqdi? Qaysi sanadan boshlab to'lanadi, shuni biling. Agar rad javobi kelsa, rad etish sababi nima ekanini diqqat bilan o'qing. Hujjat yetarli emas deyilgan bo'lsa,
qaysi hujjat yetishmayapti, davr tasdiqlanmadi deyilgan bo'lsa, qaysi arxidan tasdiqlanmadi. Shundan keyin qo'shimcha hujjat izlash yoki yuqori tashkilotga murojaat qilish mumkin. 8-qadam, agar o'zingiz tushunmasangiz, farzandingiz, yaqin qarindoshingiz yoki huquqshunosdan yordam oling. Ko'p pensionerlar hujjat ko'rishdan charchaydi, qo'ya qolay deydi. Lekin oyga 500 ming so'm ham yiliga 6 million so'm bo'ladi. Oyga 1 million so'm farq, yiliga 22 million so'm. Agar hujjat bilan isbotlansa, bu pul sizning qonuniy haqqingiz bo'lishi mumkin. Men yana bir muhim narsani aytaman. Hech kimga pora bermang. Men oshirib beraman degan vositachilarga ishonmang. Pensiya hujjat va qonun asosida oshadi. Kimdir 3 million qo'shib beraman, oldindan pul berasiz desa ehtiyot bo'ling. To'g'ri yo'l bitta. Rasmiy ariza, rasmiy hujjat, rasmiy javob. Bugungi mavzuning eng asosiy mazmuni shuki, pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini tekshirtirishga haqli. Agar ish staji, ish haqi, arxiv ma'lumotlari yoki imtiyozli davrlar to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, oddiy bir yozma ariza pensiyani jiddiy oshirishga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlarda farq kichik bo'ladi, ba'zilarda esa oyga bir necha million so'mgacha yetishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman. Bu ma'lumotni faqat o'zingiz uchun saqlab qo'ymang. Ota-onangizning, buvingizning, bobongizning hujjatlarini bir ko'rib chiqing. Mehnat daftarchasidagi yillar bilan pensiya hisobidagi yillar mos keladimi? Ish haqi ma'lumotlari to'liqmi? Arxiv hujjatlari bormi? Shuni tekshiring. Kerak bo'lsa bugunoq pensiya jamg'armasiga yozma ariza tayyorlang. Izohlarda yozing. Sizning yoki yaqinlaringizning pensiyasi necha yil staj bilan qancha chiqqan? Qayta hisoblatganmisiz? Pensiya oshganmi yoki rad javobi berishganmi? Tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya olayotgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki ba'zan odamning o'z haqqini olish uchun bitta to'g'ri ariza va bitta to'g'ri hujjat yetarli bo'ladi.